Hind seriallari ancha yengil va sodda. Hindlarning o'ziga xos yumoriga, kuy-qo'shiqqa, romantikaga boy. Ularda albatta hind xalqi urf-odatlari, an'analari ham tasvirlanadi. Bugungi roligimizda biz tilga olmoqchi bo'lgan seriallar ham ana shunday rang-barang va yorqin. Muhabbat tafti ilk bor 2011-yilda efirga uzatilgan bu serialda bosh rollarni Barun Sobti, Sanaya Irani, Akshay Dogra, Dipali Pansari, Daljit Kaur o'ynagan. Chiroyli va xushchaqchaq Xushi o'zi istamagan holda opasining to'yi buzilishiga sababchi bo'ladi. Xudbin va kibrli tadbirkor Arnav Singh Rayzada uning marosimga vaqtida yetib borishiga xalal beradi. Xushi boshiga tushgan bu ko'ngilsizlikni unutishga urinadi, ammo taqdir ularni yana uchrashtiradi. Arnavni yaqinroqdan taniy boshlagan Xushi uning tashqi shafqatsizligi shunchaki niqob ekanligini, aslida esa opasini juda yaxshi ko'rishini va ota-onasidan so'ng uning betashvish yashashini ta'minlashga urinayotganini anglaydi. Asta-sekin qahramonlar o'rtasida iliq tuyg'ular tug'iladi, lekin ularning atrofdagilarning hammasiga ham bu ma'qul kelmaydi. Yovuz qahramon doim sevishganlarga to'siq qo'yib yuradigan serial faqat Hindistonda emas, balki xorijda ham yaxshi ommalashdi. Bunga sabab shuki, Arnav va Xushi munosabatlari asta-sekin chuqurlashib, yovuzlarning fitnalariga qarshi kurashishadi. Qasri hindi tilidagi nomidan to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganda ikkinchi nikoh degan ma'noni beruvchi Baxt qasri seriali 2012-yilda ekranga chiqqan. Loyihada bosh rollarni Gurmit Chaudhary, Kritika Singar, Dishankar Arora, Lina Jumani, Rakesh Kukreti kabi aktyorlar o'ynagan. Yash ismli yosh erkak sevimli rafiqasidan ayrilib chuqur qayg'uga botadi. Lekin qizlari uchun yana yashashga o'zida kuch topadi. Artining ham sevgida omadi kulmagan. Eri uni tashlab Jazmananing yoniga ketgani bois u o'g'lini yolg'iz tarbiya qiladi. Tasodifiy uchrashuvdan so'ng qarindoshlarining bosimiga bardosh bera olmagan Yash va Arti farzandlarini o'ylab turmush qurishga qaror qilishadi. Lekin yurakka buyruq berib bo'lmaydi. Ko'p o'tmay ular taqdirlarini sevgisiz bog'lab xatoga yo'l qo'yganliklarini tushunishadi. Lekin vaqt o'tib bu ikkisining o'rtasida iliq tuyg'u tug'iladi. Hindistonda 2012-yilning fevralidan namoyish qilina boshlangan Baxt qasri mahalliy televideniyada reytingda yuqori o'rinlarni egalladi. Bitta qismi atigi 20 daqiqa davom etadigan serial voqealari hind kinosini yaxshi ko'radiganlarni befarq qoldirmaydi albatta. Ayol qismati 2014-yilda ekran yuzini ko'rgan komedik melodrama janridagi Ayol qismati serialida bosh rollarni Lina Jumani, Mrunal Thakur, Sritija Shabir Ahluvali, Arjit Taneja, Pratyusha Banerjee o'ynagan. Ayol qismati seriali qahramoni Sarla Arora ikki qizi jiddiy Pragya va Qumnoq Bulbulni yolg'iz tarbiyalagan. U qizlarini tezroq turmushga berishni istab, kuyov izlaydi va boy ko'rkam yigitlarni afzal ko'radi. Biroq qizlar onasining urinishlarini xushlashmaydi. Turmush o'rtoqni mustaqil tanlashni istashadi. Ko'p o'tmay to'ng'ich qiz o'ziga to'q oiladan chiqqan yigitni uchratadi. Qizning oilasidagilar xursand bo'lishadi, ammo yigitning oilasidagilar emas. Axir qizning aytarli sepi yo'q. Serial syujeti Jane Austenning Tuyg'ular va ta'sirchanlik romani voqealarini eslatib yuboradi. Ammo voqealar zamonaviy Hindistonda yuz beradi. Ayol qismatida 21-asrdagi voqealar ko'rsatilsa-da, ko'p urf-odatlar qadimdan o'zgarmaydi. Bu oilaviy ustunlarga sadoqat, inson taqdiri Xudoning qo'lida ekanligiga ishonchdir. Ayol qismati seriali aktyorlari yaxshi tanlangan. Har biri o'z qahramonini mahorat bilan ochib bera olgan. Rozilik 2012-yilda ekranga chiqqan Rozilik serialining ham muxlislari ko'p. Unda bosh rollarni Surbhi Jyoti, Rishabh Sinha, Karan Singh Grover, Karanvir Bohra o'ynagan. Eskicha qarashli Asad va yengil tabiat Ayan qarindoshlarining dushmanligi tufayli bolaligida ajratilgan o'gay aka-uka. Atrofdagilar ularni gaplashmaydi deb o'ylashadi. Aslida esa ular juda yaqin va bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Sohib Jamol Zoya AQShda katta bo'lgan va erkin madaniyat ta'sirini o'ziga singdirgan. Ammo ulg'aygandan so'ng otasini topib,
qarindoshlari bilan tanishish maqsadida Hindistonga keladi. Qarindoshlari darrov unga topishadi. Qat'iy rad etishiga qaramay, aka-uka bilan tasodifiy uchrashuv bo'lmaganda, Zoya baribir o'zi istamagan munosabatlar bilan bog'lanishi mumkin edi. Rozilik ancha uzoq davom etadigan serial bo'lib, 856 qismdan iborat. 4 yil davom etgan suratga olish ishlari davomida bosh qahramonni gavdalantirgan Karan Singh Groverning o'rnini birinchi mavsum yarmida Rakesh Vashist, Rishab Sinhaning o'rnini esa Ayan Vikrant egalladi. Serial voqealari asta-sekin rivojlanib boradi. Unda yorqin musiqiy nomerlar ham, xiyonat va fitnalar ham yetarli. Ehtiros ranglari. 2013-yilda ekranga chiqqan Ehtiros ranglari melodrama janrida bo'lib, bitta mavsumdan iborat. Bosh rollarni Ashish Sharma, Sanaya Irani, Vishal Gandhi, Ananya Hari o'ynagan. Yosh va go'zal Parvati ota-onasidan erta ayrilgan. Ular chegara xizmati sabab bo'lgan otishma paytida halok bo'lgan. Vaqt o'tib u chegarachi ofitser Rudra bilan tanishadi. Yigit xavf ko'ziga tik qaraydi va odamlarga ishonmagani uchun hech kimni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Ammo ofitser qiz muhim guvohga aylanadigan xavfli maxsus topshiriqni bajargandan so'ng Parvati va Rudra yaqinlashishadi. Asta-sekin ular uchrashuvlari tasodifiy emasligini anglashadi. Ehtiros ranglari seriali muhabbat tafti muxlislarini befarq qoldirmaydi. Axir bu loyihada bosh qahramonni sevimli Sanaya Irani gavdalantirgan. Iste'dodli aktrisa bu roli bilan ham tomoshabinlar qalbini ta'sirlantirib, o'zini boshqa tomondan namoyon eta oldi. Ehtiros ranglari serialida uning qahramoni sobit qadam va donoroq. Aynan shuning uchun ham Sanayaning ijrosigina emas, balki hind seriallari uchun yangi, boshqalarga unchalik o'xshamaydigan qahramoni ham e'tirofga loyiq. Taqiqlangan sevgi. 2015-yilda ekranga uzatilgan drama janridagi bu serialda bosh rollarni Jasmin Bhasin, Sidhant Gupta, Naman Shou, Zayn Imam o'ynagan. Jozibali Twinkle sevgilisi Yurat bilan birga hayot kechirishni orzu qiladi. Biroq ularning baxt yo'lida ko'pdan beri bir-biriga dushman bo'lgan onalari to'g'anoq bo'ladi. Ayollar ularning birga bo'lishiga yo'l qo'yishmaydi. Buning ustiga Twinklening qizi unga mos yigitni, badavlat va istiqboli porloq kunjni tanlab qo'ygan. Muhabbat uchburchagiga tushib qolgan uchala qahramon bu vaziyatdan chiqib ketishga chora izlaydi. 322 qism davomida tomoshabin fitnalar va ziddiyatlar davomida qolishadi. Sevishganlar ularga qarshi kurashishlariga to'g'ri keladi. Sen paydo bo'lgach. 2018-yilda ekranga chiqqan Sen paydo bo'lgach melodramatik serialida bosh rollarni Suhashid Ghami, Roy Chima, Richa Bhattacharya, Karan Jotwani kabi aktyorlar o'ynagan. Go'zal Vedika 42 yoshda. Jiddiy va eskicha qarashli Vedika o'smir qizini yolg'iz tarbiya qiladi. Hali yosh bo'lishiga qaramay shaxsiy hayoti haqida o'ylamaydi. Sahil badavlat oilaning erki farzandi. Yigitning hayotiy qarashlari zamonaviy. U xotin eridan katta bo'lishi kerak, shunda erini hadeb tergayvermaslikka aqli yetadi deb hisoblaydi. Ularning tasodifiy uchrashuvi ikkisi uchun muhim bo'ladi. Yoshdagi va dunyoqarashlaridagi farqqa qaramay, ular bir-birlariga qalban yaqin ekanliklarini tez his qilishadi. Sen paydo bo'lgach seriali chindan ham o'ziga xos. Bunga qadar hind seriallarida kattaroq ayol va yosh yigit mavzusi chetlab o'tilgan. Shu bois ham syujet tomoshabinni qiziqtirishi aniq. Serialda ayrim hindlarning atrofdagilarga qanday yashashni uqtiruvchi eskicha qarashlari ochib beriladi. Baxtga erishish uchun irodali bo'lishga va kurashishga to'g'ri keladi. Mahabharat. 2013-yilda ekranga chiqqan Mahabharat tarixiy seriali bir mavsumdan iborat. Mukesh Kumar Singh va Kamal Monga suratga olgan serialda bosh rollarni Shahir Sheikh, Saurabh Raj Jain, Pooja Sharma, Arpit Ranka kabilar bosh rollarni ijro qilishgan. Mahabharat teleserialidagi voqealar 5000 yil oldin Hindistonda yuz beradi. Pandavlar va Kauravlar oilasi bitta sulolaga mansub, ammo ular ko'pdan beri bir-biriga dushman. Ularning o'rtasidagi adovat halokatli oqibatlarga olib keladi. Hokimiyat Yudhishthir Pandavga o'tgach, Kauravlarning nafrati cho'qqisiga yetadi. Serialga 18 ta kitobdan iborat Mahabharat tarixiy dostoni asos qilib olingan. Bu qadimgi davrning eng yirik adabiy asarlaridan biri sanaladi. Dostonda tasvirlangan voqealar odamlarni ko'pdan beri tashvishga soladi. Ba'zilar bularni to'qima deb o'ylashsa, boshqalar dostondagi voqealar voqei
hisoblashadi. Sita va Ram 2015-yilda ekranga uzatilgan Sita va Ram seriali bir mavsumdan iborat bo'lib, unda bosh rollarni Ashish Sharma, Madhurakshi Mandal, Hemant Chaudhary, Karan Suchak, Danish Akhtar o'ynagan. Serialdagi voqealar million yil oldin Hindistonda yuz beradi. Shoh Janaka dono hukmdor va sevadigan er, biroq uni g'amga botiradigan ikki sabab bor. Uning farzandi yo'q. Mamlakatda esa 12 yildan beri yomg'ir yog'maydi. Ruhoniyning so'zlariga quloq tutgan hukmdor sof oltindan yasalgan vosita bilan o'zi yerni hayday boshlaydi. Ma'lum vaqt o'tib u go'dakni, jajji Sitani topib oladi. Shundan so'ng qurib ketgan yerga uzoq kutilgan yomg'ir tomchilari tegadi. Yillar o'tib Sita qalb tozaligi va asl insoniylik ramziga aylangan buyuk muhabbati Ramani uchratadi. Serialga Ramayana qadimiy Hind dostoni asos qilib olingan. Asosiy mavzu Sita va Ramning muhabbati bo'lsa-da, tomoshabin Sita bilan yaqinroq tanishadi. Sevgi qissasi aynan uning kechinmalari orqali yoritiladi. Birinchi mavsumi 2015-yil kuzdan 2016-yilning yozigacha efirga berilgan Ilon ayol Nagin seriali Ekta Kapurning Balaji Telefilms kompaniyasida suratga olingan. Birinchi mavsumda Muni Roy, Adi Xon, Arjun Bijlani suratga tushgan. Bu mistik serial Muni Royning eng mashhur ishlaridan biri. Ilon ayolda u bosh rolni o'ynaydi. U gavdalantirgan qahramon sohibjamol Nagin odamdan ilonga aylana oladi. Nagin eridan ayriladi va uning o'limi uchun odamlardan o'ch olish maqsadida odam qiyofasida yashashga majbur bo'ladi. Atrofdagilarga u oddiy qizdek ko'rinadi. Hech kim uning halokatli zahri bilan o'ldirishi mumkinligini xayoliga keltirmaydi. Muni Royning jozibasi tufayli serialning ilk ikkita mavsumi Hindistonda nihoyatda ommalashdi. Biroq Oltin filmida suratga tushgani bois aktrisa Ilon ayolni 3-mavsumdan tark etishga majbur bo'ldi. Muxlislar ko'p marta Munini serialga qaytarishni so'rashdi, biroq buni amalga oshirib bo'lmadi. 6 mavsumga cho'zilgan Ilon ayolning keyingi mavsumlarida Surbhi Jyoti, Tejasvi Prakash, Mahek Chahal, Surbhi Chanda kabi aktrisalar suratga tushdi.